Assalomu alaykum. Bugun 4-sentyabr Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportdamiz. 22-avgustdan bugunga qadar 50 nafar talabalarimiz Janubiy Koreya davlatiga yetib borib joylashdilar. Hozir esa 45 ta talabalarimizni kuzatgan chiqdik. Ularning emotsiyalarini, kayfiyatlarini siz bilan bo'lishamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Kim kuzatgan chiqdingiz? O'g'limni. O'g'lingiz hozirdan sog'inyapsizmi? Yo g'ururlanyapsizmi ko'proq? Yo'q, sog'inchda endi. Sog'inch ko'proq. O'zi birinchi marta parvoz qilishim? Ha, shunday. Bo'lmasa parvoz yoqimli o'tsin, ko'plab natijalar kutib qolamiz. O'z ichingizdan qanaqa tuyg'ular o'tyapti yana? Endi har bandaga nasib qilsin, borib o'qishsin, o'ylagan niyatlariga yetsin. Shu endi. Hammaga omad. Bizga ismimiz haqida qanaqa fikrdasiz? Yaxshi, tuzuk, natijalar a'lo. O'zida harakat bo'lsa, yaxshi. Yaxshimisiz? Kim kuzatgan chiqdingiz? O'g'limda. O'g'lingiz birinchi marta samolyotga chiqib, birinchi marta chet davlatiga ketishim? Demak, o'qishga necha yoshda? 2007, 18 ga to'lgan. Ha, hali 18 ga to'lgan demak. O'qishga ketyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kim kuzatgansiz? Men o'g'limni kuzatyapman. Barat Firdavs mana niyatlariga yetdi, chetda o'qishni xohlagan edi. Mayli orzulariga yetishsin, men ham shuni tilakdoshman. Ketayotgan barcha yoshlarimizga men mana shu yerda o'qib, o'zini yetuk kasbini mutaxassis bo'lib kelishiga tilakdoshman. Ota-onalarning bag'riga qanday ketayotgan bo'lsa, xuddi shunday to'lib tashib kelishiga tilakdoshman. Bizga ismimiz haqida qanaqa fikrdasiz? Fikrim juda ham yaxshi. Bir oyda hamma narsa hal bo'ldi-da. Vizasi ham, mana ketishi ham, bayagi nimalaringiz ham, boshliqlaringizmi, umuman jo'natayotgan kishilarmi hammasi xushmuomalali ekan. Hamma savollarga aniq javob beryapti. Mana yana kutib oldi, yo'qda ham kutib oladi deyapti. Yaxshi, mening fikrim ijobiy. Birinchi marta chetga borib o'qishingizmi? Ha, albatta. Birinchi marta parvoz qilishingiz. Ha. Yoqimli parvoz tilab qolaman. O'qishlaringizga omad. Koreyaga borgandan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? O'zingizga qanaqa katta maqsadlar qo'yib ketyapsiz? Maqsadlar katta. Birinchi o'rinda yaxshi o'qib, diplomni qo'lga kiritish. O'zbekistonga qaytib kelish niyat bormi? Ha. O'z topik bilan ketyapsizmi, IELTS bilanmi? Topigim bor 2 daraja. Topik 2 darajasi bilan ketyapsiz. Janubiy Koreyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham 12 bir agencyni tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta tavsiya qilaman. Birinchi marta chet davlatiga o'qishga chiqishingizmi? Aha, birinchi marta. 12 bir agency haqida qanaqa fikrdasiz? Ijobiy fikrdaman albatta. Vizangiz bittada chiqdimi? Ha, bitta urinishda chiqdi. Bitta urinishda chiqdi. Koreyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta tavsiya qilaman. O'zi Koreyaga o'qishga borish uchun qanaqa qiyinchiliklardan o'tadi o'quvchilar? O'quvchilarda avvalambor sertifikat bo'lishi kerak. Undan keyin shu u yog'ini 12 bir agency yordam beradi, ya'ni firma. Ular aytgan hujjatlarni olib borib berish kerak bo'ldi, shu bilan vizani kutish kerak. Birinchi navbatda yoqimli parvozlab qolamiz. O'qishlaringizga omad. O'z qanaqa sertifikat bilan ketyapsiz? Telex viza orqali ketyapman. Topik 1 sertifikati. Topik 1 sertifikati bilan ketyapsiz. Bir urinishda chiqdimi vizangiz? Bittada chiqdi. Bittada chiqdi demak. G'anif Hikmatullo, birinchi marta parvoz qilishingiz? Albatta. O'qishga ham birinchi marta chiqishingiz? Albatta. Parvoz yoqimli o'tsin, o'qishlaringizga omad. Rahmat. Topik 2 sertifikati bilan ketyapsiz. Bakalavriga yo til kursiga? Til kursiga. Til kursiga o'qishlaringizga omad tilab qolaman. Kasbiy ta'lim, til kursi deysizmi yo kasbiy ta'lim? Kasbiy ta'limga. Kasbiy ta'limga ketyapsiz. Xo'p, Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? O'qiymiz-da, albatta, xudo xolasa inshaalloh. 12 bir agencyga 1 balldan 10 ballgacha bo'lgan sistemada necha ball qo'ygan bo'lardingiz va do'stlaringizga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? 201 ball qo'yardim. 201 ball qo'ygan Albatta. bo'lardingiz. Koreyaga siz kabi o'qishga ketmoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Qattiqroq o'qishni hech qachon taslim bo'lmasligi. O'zingiz topik bilan ketyapsizmi yo IELTS bilan ketyapsizmi? Topik bilan. Topik bilan. 12 bir agencyda 1 dan 10 ballgacha bo'lgan sistemada necha ballga baholagan bo'lardingiz? 10 ball. Chunki har nima ishimizni o'zim bitkazib berdi. Buyuk tarifi doimiy yordam berib, bizga uncha ko'p ish qoldirmadi. Birinchi marta samolyotga chiqdingizmi? Ikkinchisi. Ikkinchisi demak uncha hayajon yo'q. Yo'q, uncha emas. Lekin avvalo birinchi navbatda yoqimli parvoz tilab qolamiz. Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Endi bilmadim, endi nima qilamiz ekan.
Telefon qilib yetib oldingizmi? Ha, shunaqa. Uydagilarga telefon qilib aytamizda. O'qishlaringizga omad tilab qolaman. 1201 agency 1 balldan 10 ballgacha bo'lgan sistemada necha ballga baholagan? 10 ballga. Janubiy Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? O'zingiz oldingizga qanaqa maqsadlar qo'yib ketyapsiz? Yaxshi o'qishda birinchi navbatda shunda. Sertifikat bilan ketyapsiz? Ha, topik 1 bilan ketyapman. Topik 1 sertifikati bilan bakalavrga Telex. Anaqa pad kurs. Til kursiga. Til kursiga ketyapsiz. O'qishlaringizga omad tilab qolaman. Parvoz yoqimli o'tsin. O'qishga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham 1201 agencyni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta tavsiya qilgan bo'laman. Assalomu alaykum. Kim kuzatgan chiqdingiz? O'g'lim Sherali Shovvoz qanaqa berdi. emotsiyalar deyapti? Voy, tasvirlab beralimman to'g'ri. Hozirdan sog'ayapsiz. Juda ham. O'zi 1 yil oldin o'ylaganmidingiz, shu o'g'limni orqasidan chet elga jo'nataman, aeroportdagida intervyu beraman o'g'lim orqasidan deb? To'g'risini aytsam, rosa havas qilganman o'qiganlarni. Mana Allohga shukr yetkizdi. Xursandman. Sog'inchini hisobga olmaganda. Sog'inchini hisobga olgan. 1201 agency haqida qanaqa fikrdasiz? Zo'r ekan. To'g'risi bir marta topshirdi mana iloyim. O'qishini nima deydi, ya'ni ro'yobga chiqaradigan, haqiqiy ishonadigan ekan. Topshirsin hamma. Tavsiya qilaman. Telexga ketyapsizmi yoki kasbiy ta'limga ketyapmiz. Kasbiy ta'limga qanaqa sertifikat bilan ketyapsiz? Topik 2 sertifikat bilan ketyapmiz. Topik 2 birinchi marta Koreyaga Birinchi marta Koreyaga boryapmiz, xudo xolasa. Yoqimli parvoz tilab qolaman. Biz agentствоmiz haqida qanaqa fikrdasiz? Do'stlaringizga ham tavsiya qilgan bo'lardingiz? Tavsiya qilamiz opa. Hammaga viza yaxshi chiqyapti 1201 da. Qanaqa sertifikat bilan ketyapsiz? IELTS sertifikati. IELTS sertifikati bilan. Birinchi marta parvoz qilish. Birinchi marta parvoz qilishim. Bakalavrgami yo til kursigami? Kasbiy ta'lim. Kasbiy ta'limga. Bittada chiqdimi vizasiz? Bittada chiqdi. Koreyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham 1201 agencyni tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, 1201 agency eng zo'r agentство. Har tomonlama qulay, zo'r. Assalomu alaykum. O'zingizlarni tanishtirsanglar. Assalomu alaykum. Men Abduxtor Bunyodbek. Men Rustam Abdunosir. Birinchi marta Janubiy Koreyaga borishinglar? Birinchi marta. Qanaqa kasbiy ta'limgami yo til kursi? Telex. Qanaqa sertifikat bilan ketyapsizlar? IELTSmi, TOEFICmi? Topik bilan. TOEFIC. Topiksiz. Sertifikatsiz ketyapsizlar demak. Vizalar bittada chiqdimi? Viza 12 kunda chiqdi. 12 kunda? 12 kunda. Birinchi marta parvoz qilishinglarmi? Birinchi marta parvoz. Birinchi navbatda yoqimli parvoz tilab qolaman. O'qishlaringizga omad. 1201 agency haqida qanaqa fikrdasizlar? 12 ishlariga omad. Kelajakda bundan yuqori ishda naqadariga nima deydi? Yutuqlarga erishsa, bizlar o'qishlarga ko'paygan to'g'risi. Rahmat katta, charchamanglar. Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Shu o'qib, keyin yaxshi. Keyin O'zbekistonga qaytish niyatingiz bormi? Ha, xudo xolasa 5-6 yilda sekin qaytamizda. Janubiy Koreyaga o'qishga bormoqchi bo'lgan do'stlaringizga, yoshlarga nima tavsiyalar bergan bo'lasiz? Shu 201 dan birgalikda harakat qilsanglar va vizalar olasizlar, xudo xolasa. Top necha daraja bilan ketyapsiz yo IELTS bilan ketyapsiz? IELTS bor edi. IELTS 6 bor edi. No. O'zbekistondagi universitetni tashlab ketyapman bu yoqqa. Demak siz bu yerda o'qirdingiz. O'qirdim men. Perevod qildiryapsiz. Yo tashlab ketyapsiz. Refreshment, ya'ni boshqatdan yana tashlab ketyapman. Ha, tushunarli. Yoqimli parvoz tilab qolamiz. O'qishlaringizga omad. 1201 agency haqida qanaqa fikrdasiz? O'zi nimaga bu agentsiyani tanlaganman, ya'ni agencyni tanlaganman desa, meni 6 ta sinfdoshim hozir Koreyada aynan shu agensiya orqali ketgan uchun ishonch, ya'ni birinchi o'rinda hamma yerda ishonch birinchi o'rinda turgan kabi, ya'ni hamma brendda ham ishonch birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun shu brendni tanladik, ya'ni 1201 agencyni tanladik. Shu sababdan nasib qildi, vizamiz chiqdi, xudo xolasa. Ya'ni eng tez chiqqan vizalardan biri bo'ldi. Omadli o'quvchilardan, ya'ni studentlardan biri bo'lsam kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Toshmatova Muslima. Necha yoshdasiz? 19 yoshdaman. 19 yoshda Janubiy Koreya davlatiga bakalavrgami yo kasbiy ta'limga? Bakalavrga. Bakalavrga TOEFIC bilan ketyapsizmi yo IELTS bilan? IELTS bilan. IELTS necha? 6. IELTS 6 bilan Koreya davlatiga ketyapsiz. IELTS olgunizcha, Koreyaga o'qishga hujjatlaringizni tayyorlagunizcha qanaqa qiyinchiliklarga duch keldingiz? Hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadi, hammasi zo'r bo'ldi. 1201 agency haqida qanaqa fikrdasiz? Koreyaga o'qishga bormoqchi bo'lgan o'rtoqlaringizga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Ha, albatta, hammaga tavsiya qilardim. 1201 agency juda ham yaxshi, ayniqsa xodimlari juda ham zo'r, muomalali. Hammaga tavsiya qilaman, hammanglar kelinglar. Viza bittada chiqdimi?
Ha, bitada chiqdi. Parvoz yoqimli bo'lsin, xushlarga Rahmat. omad. Rahmat. Birinchi marta chet elga yuborishinglar? Birinchi marta yuboryapmiz kichkina o'g'limizni. Endi kattasiga ham chiqish kerak edi, kutyapmiz, xudo xolasa chiqadi. Ichinglardan qanaqa his-hayajonlar o'tyapti? Hozirdan sog'inch bo'lyaptimi? Juda ham xursandmiz. Xursandmiz. Bari xizmat qilganlar hammasiga rahmat deymiz. Odilbekka birinchi o'rinda. Charchamasin hech qachon xalq xizmati bilan. Katta rahmat. Kimni kuzatgan chiqdingiz? O'g'limi? O'g'lingizni qanaqa his-tuyg'ular o'tyapti ichingizdan? Endi sog'inch, faxr. Qanaqalar o'tyapti? Voy, jiyanim gapirdi mana. Siz gapiring, mana o'zi ham zavod tomonidan borib kelgan. Shu havas qilib o'g'limni jo'nataman deb havas qilib yurardi. Mana Alloh niyatiga yetkazdi. Xudo xolasa bugun juda xursand. 1201 agency haqida qanaqa fikrdasizlar? Xudo xolasa zo'r fikrdamiz. O'zimiz ham magistraturaga hujjat topshirib, jiyanimiz orqasidan akalarimiz bilan gaplashdik, ma'lumotlarni oldik. Xudo xolasa ofislarga o'tamiz. Demak, yaqin kunlarda siz ham Ha, ketasiz. xudo xolasa borib uchraymiz o'zingizlarga, ofislarga. Viza showdagi bola siz emasmisiz? Men. O'zingiz tanishtirsangiz. Men Xalifa Abdulmanov, Andijon viloyati Shahrixon tumanidanman. Birinchi marta parvoz qilishingizmi? Albatta. O'qishingizga omad tilab qolaman. O'qishga bormoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham 1201 agencyni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta, hech qanaqa ovoragarchiliksiz vizani qo'lga kiritib, muammolarsiz. Demak, VIP tarifdan ketyapsiz. Albatta. Janubiy Koreya davlatiga bakalavrgami yo til kursigami? Kasbiy ta'lim. Kasbiy ta'lim. Sertifikat bilan? Ha, 2 topik. Topik 2 bilan. Koreyaga borganingizdan keyin birinchi bo'lib nima ish qilmoqchisiz? Endi avvalo o'qish. Avvalo o'qish. Birinchi maqsad o'qish demak. Keyin O'zbekistonga qaytib kelish niyatingiz bormi? Ha. Endi uzoq muddat bu yerda turib 1201 agency haqida qanaqa fikrdasiz? 1201 agency eng yaxshilardan biri. Hozir ko'pchilik ketyapti shu nima orqali, Andijondagi bolalar boshqa. Eng zo'rlardan biri deb qilamiz endi. To'lanov Bahrom. Ramzin tabriklayman. Ve tabriklayman. O'qishlaringizga omad. Tabriklayman. Jamshid, tabriklayman. Hasanjahon, tabriklayman. 1201 agency. Maqsad sari birgalikda. Amin. Yurtboshimiz sog' salomat yursin. Yoshlarimizga katta sharoit yaratib bergan prezidentimiz sog' omon bo'lsin. Shu bolalarimizni Koreyaga jo'natyapmiz. Oy borib omon kelsin, sog' borib salomat kelsin. Ishlariga Alloh baraka bersin. Xo'ja Xizirbom nazarini solsin. Hamisha yana 5 yilda ko'rishib birgalikda yurishlikka, bola farzandlarni uylab joylashishimizga Alloh hamisha panohida asrasin, birga qilsin. Hamisha Allohimiz amin deb qo'lashganlarni oilasiga tinchlik, xotirjamlik, xursandchilik kunlarni bersin. Bolalarimiz ketyapti. Allohim o'zi panohida asrasin. Hamisha tinchlik bo'lsin yurtlarimiz. Prezidentlarimiz sog' omon bo'lsin. Niyatlarimizga hammamizni yetkazsin Parvardigor.